yaxshilik qilib qo'yadi, doim gapirib yuradi. Uyli bo'lib qolishingizga bir foydasi tegadi. Yashayapsiz, har ko'rganda uyingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Mazza qilib o'tiribsizmi? Har ko'rganda ta'na qiladi. Yoki biror bir kiyim hadya qilib qo'ydi, yo mashinangizga to'rtta bo'lgan podarka qilib qo'ydi. Va mazza qilib kiyyapsizmi? Har ko'rganda mashinangiz yumshoq bo'lib qoldimi, ha? Mana shu ta'na bo'ladi. Minnat al-Mannan bo'lgan Alloh taoloning haqqi. Tushunarlimi? Banda minnat qilishga haqqi yo'q, chunki aytayapti oyatda. Qilgan sadaqalarda ta'na qilib, minnat qilib nima qilmanglar? Habada qilmanglar. Agar siz birovga yaxshilik qilgan bo'lsangiz, Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, unutib yuborishingiz kerak. U yaxshilikni qilmaganda yurishingiz kerak. Ammo sizga birov yaxshilik qilgan bo'lsa, buni aksi. Hech qachon unutmang buni. Chunki Alloh taolo "Vala tansabul fadla baynakum" deydi. O'zaro bir-biringizlarga bo'ladigan fazli karamlarni unutmanglar.